Hamma boy bo'lishi mumkin. Kitobni o'qish va u yerda yozilgan tizimlarni hayotda tatbiq qilishning 4 ta sababi. Birinchisi, agar hammasini o'z holicha qoldiradigan bo'lsak, siz bir umrga xarajatlaringiz quliga aylanib qolasiz. O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Inson bir sutkaning 8 soatidagina pul ishlab topadi. Qolgan soatda esa pullarni turli jabhalarda sarflaydi. Masalan, kommunal to'lovlar, soliqlar, turar joy ijarasi va hokazo. Shuning uchun bu kitobning eng oliy maqsadi pulni siz uchun 24 soat davomida ishlashga majbur qilish sirlarini o'rgatishdir. Ikkinchisi, insonning xarajatlari doimiy bir me'yorda barqaror bo'ladi. Ammo uning daromadlari esa aksincha. Istalgan paytda kasal bo'lib qolishingiz mumkin, yo bo'lmasa har xil sabab tufayli daromad keltiradigan ishingizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Ammo sizning xarajatlaringiz avval qanday bo'lgan bo'lsa, shundayligicha qolaveradi. Ro'zg'or qilish, bolalarni kiyintirish, kommunallar va boshqalar. Hamma boy bo'la oladi kitobining yana bir maqsadi hayotingizda qanday voqea sodir bo'lishidan qat'iy nazar sizni va sizning oilangizni moliyaviy erkinlikka chiqarish yo'llarini o'rgatishdir. Uchinchidan, yildan yilga yashash inflyatsiya tufayli qimmatlashib bormoqda. Masalan, 2000-yilda 1000 so'mga nima sotib olsangiz bo'lardi-yu, hozir nima sotib olish mumkin? Bir so'z bilan aytganda, daromadingiz hammasini muvozanatda ushlab tura olmayapti. Nega deganda, inflyatsiya hayotingizga hamma tomondan kirib kelyapti. Daromad esa faqat bir tomondan. Bunday sharoitda nima qilish kerak? Kitobda yozilgan investitsiya tamoyillaridan foydalanib, jamiyatda bo'layotgan iqtisodiy cho'kishlardan qat'iy nazar moliyaviy erkinlikka chiqish. To'rtinchi, ko'pchilik odamlar pul bilan muomala qilishni bilmaydi. Ko'plab kreditlar olishadi. Masalan, mening seminarlarimda qatnashayotgan har 3-chi odam kredit qarzlarini zo'rg'a qaytarishmoqda. Ba'zilari esa boshini qaysi devorga urishni ham bilishmaydi. Bu kitobda ana shu xatolarga yo'l qo'ymaslik yo'llari yozilgan. Biz tushunib olishimiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa bu pullar beminnat ishchi ekanligini tushunishdir. Ular sutkasiga 24 soat charchamasdan ishlashadi. Shuning uchun uni ishga oling. Agar siz shu ishni qilmasangiz, unda bu ishni boshqa birov qiladi. Muallifdan so'z boshi. Aziz o'quvchim, siz qo'lingizda ushlab turgan bu kitob mening omadga borish yo'limdagi tajribam yozilgan. Yana men bu kitobga ustozlarim menga bergan bilimlarni ham kiritganman. Ular menga ko'plab asosiy haqiqatlarni tushunishda va o'zimga ishonib, yo'limda uchraydigan to'siqlarni yengib o'tishni o'rgatishgan. Muvaffaqiyatga erishish yo'lida juda ko'p xatolarga uchraganman va o'z xatolarimdan saboq olganman. Mening birgina niyatim kitobni o'qib chiqqan odam men yo'l qo'ygan xatolarga yo'l qo'ymasdan muvaffaqiyatga erishishni istayman. Bu kitob muvaffaqiyat va farovonlik yo'liga chiqqan odamga o'ziga xos yo'lboshchi bo'la oladi deb o'ylayman. U senga o'zingni tanib orzuyingga ishonishga yordam beradi. Eldan burun ongimizga yengilishga shoshilmang. Inson tabiatining o'zi shunaqa. Unga birovlarning muammosi kichik, o'ziniki katta bo'lib ko'rinadi. Aslida esa senga ko'ringanchalik katta emas. Juda ko'p muvaffaqiyatli odamlar bu yo'lni bosib o'tishgan. Ular o'zlariga ishonishadi. Hatto xatolardan to'g'ri xulosa chiqarishdi va birovlarning tajribalarini o'rganishdi. Ular doim ertangi kunga va muvaffaqiyatga ishonishgan. Ertangi kunga ishonch esa muvaffaqiyatning yarmidir. Bilim gullab ketishingiz kafolatini bermaydi. Ularni tajribasida qo'llay olish muhim,
Diplomi bor odam o'qimishli odam hisoblanmaydi. Aksincha, odamlar o'zlarini yo'qotib qo'yadigan qiyin vaziyatlardan chiqish va muammolarni mohirona hal qila oladigan odam o'qimishli hisoblanadi. O'qimishli odam tizimda ishlabgina qolmay, o'zi tizim yaratadi. O'z hayotingizni rivojlantirishga odatlaning. Oiladami, ko'chadami yo ishda qayerda bo'lishning ahamiyati yo'q. Kim o'z hayotini rejalashtirmasa, boshqalar u uchun reja qilishlariga ko'nishi kerak. Muvaffaqiyatni rejalashtirmay turib unga erishib bo'lmaydi. Qashshoqlik urug'ini ekkan bo'lsangiz, boy bo'lishni kutmang. Agar bu kitob sizning hayotingizni yaxshilasa, men o'z maqsadimga erishgan bo'laman. Men sizlarni maqsadingizga erishib, orzungiz ro'yobga chiqishini istayman. Aziz o'quvchim, senga hayotda muvaffaqiyatli biznesda omadli bo'lishingni va farovonlikka erishishingni tilab qolaman. Minnatdorchilik. Men bilan bilimlari va tajribalarini bo'lishgan ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men o'z ustozlarimga minnatdorchiligimni bildirib, ular menga bilimlari va tajribalarini o'rgatishgani uchun ulardan Bodo Shefer, u menga moliyaning asosiy ilmlarini o'rgatdi. Yana Mirzakarim Norbekovga hayotdagi juda ko'plab muhim narsalarning ruhiyatini o'rgatgani uchun, menga shu kitobni yozishda yordam bergani uchun jurnalist Mirlana Alimbekovaga minnatdorchiligimni bildiraman. Yana mohir rassom Jumadilxon Karimbekovga. Mening treninglarimda ham qatnashib, shu kitobni yozishimga o'z hissalarini qo'shganlarga ham minnatdorchiligimni bildiraman va ularni sizga tanishtiraman. Birinchisi, Bodo Shefer 1960-yil moliyaviy maslahatchi, orator, biznesmen va ko'plab pul ishlab topish bo'yicha kitoblar muallifi. Ikkinchisi, Mirzakarim Sanatqulovich Norbekov 1957-yil O'zbekiston va Rossiyada nonanaviy tibbiyot vakili, inson sog'lig'ini yaxshilash bo'yicha bir necha kitoblar muallifi. Bu kitob mening 7 yil davomida dars berganim mahsulidir. Ko'plab trening qatnashchilari o'rgangan bilimlarni tajribada qo'llab, katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Ular mening asosiy ustozlarimdir. Ta'lim berish ikki tomonlama o'tadigan jarayon. Mening hayotimda uchragan har bir insonni o'zimga ustoz deb bilaman. Negaki men ularning muvaffaqiyati va afsuski omadsizliklarini ko'rib, saboq olganman. Ularga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ko'ra olish. Odamlarga hayoti davomida juda ko'plab imkoniyatlar keladi, lekin hamma ham buni ko'ra olmaydi. William Channing. Kitobni o'qishni boshlashingizdan avval hayotdagi muammolaringizni bir lahza unuting. O'zingizni kitob o'qishga jiddiy tayyorlang va o'zingizga savol bering. Rostdan ham boy bo'lishni istaymanmi? Agar siz shunchaki ko'proq pul topishni istasangiz, u holda bu kitob siz uchun emas. Agar sizda kuchli orzu va unga intilayotgan bo'lsangiz, o'zingizni boy bo'lishga loyiq deb bilsangiz, sizga oq yo'l tilayman. Men hayotim davomida boy bo'lishni istamaydigan va men boy bo'lib oldim degan odamlarni ko'p uchratganman. Pulning keragi yo'q edi, negaki ular buni ortiqcha deb o'ylashardi. Va yana shundaylarni ham ko'rganman. Ular agar men istasam, allaqachon boy bo'lar edim deyishardi. Lekin juda ko'p kam hollarda haqiqatdan ham boy bo'lishga tayyor odamlarni uchratganman. Kitobni o'qib bo'lgach, o'zingiz uchun qaror qabul qiling. Yo turib harakat qilaman, yo bo'lmasa hammasini o'z holicha qoldiraman. Chunki bu kitob hali sizga boy bo'lishingiz kafolatini bermaydi. Lekin agar siz unda yozilgan bilimlarni hayotingizni yaxshilash uchun ishlatmasangiz, bu judayam achinarli holat bo'ladi. Chunki inson biror narsani bilmasdan harakat qilayotgan bo'lsa, buni tushunsa bo'ladi. Agar u ilmga ega bo'lib turib, harakat qilmasa, buni tushunish qiyin. Bir savolga javob bering. Boy odam o'zi kim?
Albatta, bu o'z maqsadi sari olg'a boradigan, muhim qarorlarni qabul qilib, ko'p pul topishni biladigan odam. Lekin asosiysi bir narsani tushunib olishingiz kerak. Boy odamning ishlari ham, pullari ham ko'p bo'ladi. Pullar u uchun ishlaydi. U pul topish uchun ishlamaydi. Bu tushunchani siz qabul qilib, eslab qolishingiz kerak. Keling, boy odamning hayotini bir tasavvur qilib ko'ramiz. Yoki bo'lmasa, o'zingizni boy odam deb tasavvur qilib, bir savolga javob berib ko'ramiz. Agar mening pullarim ko'p bo'lsa, nima qilardim? Qo'lingizga bir varaq qog'oz olib, boy bo'lganingizda qanday orzularingizni amalga oshirishingizni yozing. Shunaqa boy bo'lingki, sizni orzuyingizning qimmatligi umuman qiziqtirmasin. Hamma orzularingizni to'xtatmasdan yozing. Agar to'satdan to'xtab qolsangiz, siz o'zingizda hozirgi paytda yetmayotgan hamma narsani yozib bo'lgan bo'lasiz va bu maqsad bo'la olmaydi. Bu shunchaki sizning hayotingizda yetishmayotgan narsalarning ro'yxati bo'ladi xolos. Aynan ana shu to'xtashdan so'ng siz haqiqiy maqsadlarga e'tibor qaratgan bo'lasiz. Shu holatda ham ichki tayyorgarlikni esdan chiqarmang. O'zingizni omadli va baxtli odamdek his qiling va yozing. Yozib bo'lgach, nechta varaqni bo'yaganingizni bir ko'ring. 2 yoki 3 ta. Men o'z vaqtida 12 ta varaqni bejaganman, lekin mening ustozim bularga qarab, u yerda hech qanday orzu yo'qligini aytgan. Menga esa unday tuyulmagan edi. Axir juda ko'p yozgan edim-da. Ana endi yana topshiriqni qaytadan bajarishga harakat qiling. Shoshmasdan har bir yozganingizni o'ylab yozing. Sizning bu qilayotganingiz xuddi o'rmondagi sayrga o'xshaydi. Bir marta bir so'qmoqdan yurib o'tsangiz, u yerda hech qanday iz qolmaydi. Ikkinchi marta o'tsangiz, u yerdagi o'tlar bosilib, izingiz qoladi, lekin tez orada yo'qolib ketadi. Agar siz u yerdan juda ko'p marta o'tsangiz-chi, bu yerda yo'lak hosil bo'ladi. Sizning bu yozganingiz ham o'rmon bo'ylab birinchi marta sayr qilganingiz hisoblanadi. Bunga ilmiy tomondan ham nazar tashlasa bo'ladi. Inson miyasi judayam murakkab neyronlar turiga o'xshaydi. U judayam ko'p mantiqiy masalalarni elektroximik impulslar orqali tahlil qiladi. Va bu ishning natijasida insonning ichki olamini hosil qiladi. Yana ongini ham shakllantiradi. Agar siz mening uyim so'zini eshitsangiz, tasavvuringizda uyingiz gavdalanadi. Agar biror joyda chiroyli uy degan yozuvni o'qisangiz, albatta siz boshqa bir chiroyli uyni tasavvur qilasiz. Agar siz bu so'zlarni judayam ko'p marotaba qaytarsangiz, sizning miyangizda o'ziga xos tasavvur, yangi trafaret paydo bo'ladi. Va siz o'z uy so'zini eshitganingiz bilan tasavvuringizda chiroyli uy tasvirlanadi. Taxminan shunday yo'l bilan inson ongida u yoki bu yo'lga maqsad qo'yish shakllanadi. Shuning uchun agar siz o'zingizni boy odam deb tasavvur qilsangiz, siz o'zingiz bilmagan holatda o'zingizni boy odamdek tuta boshlaysiz. Hattoki boy odamga o'xshab fikrlaysiz. Bu esa boy bo'lish uchun eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Boy odamlarning o'ziga xos fikrlash uslubi mavjud. Ularning pullari ko'p bo'lishiga qaramasdan, ular ishlashdan to'xtashmaydi. Agar ulardan hamma pullarini olib qo'ysangiz ham, yarim yildan so'ng ular yana boy bo'lib olishadi. Agar kambag'al odamga katta pul berilsa, u yarim yildan so'ng ham yana kambag'al odamga aylanadi. Boylik va kambag'allik bu insonning ichki holati, ya'ni yashash hamda fikrlash tarzidir. Ko'plab odamlar mening g'oyalarim judayam ko'p, ammo pullarim yo'q. Agar pullarim ko'p bo'lganida men o'z g'oyalarimni amalga oshirgan bo'lar edim deyshadi. Agar ularga harakatni boshla, pullar o'zi seni topib keladi desang, ular boshlang'ich kapitalsiz nima ham qilib bo'lardi? Sen avval menga pul ber deyshadi. Unday odamlar nimagadir erishish uchun pul zarur ekanligiga ishonishadi. Ammo ko'plab boy odamlarning tajribasi buning aksini ko'rsatadi.
O'z bilimlaringiz va muvaffaqiyatli odamlar tajribasidan foydalanib, siz o'z daromadingizni kengaytirishingiz mumkin. Ayni shunday bilimlarni bu kitobdan o'qib olishingiz mumkin. Ana shunda siz o'z orzuyingizni amalga oshirasiz. Axir bizga avvalgi avloddan ko'ra ko'proq narsalar qolyapti. Hech qaysi davrda bugungi kunchalik boy bo'lish oson bo'lmagan. Bu dunyoda sevgi, baxt, omad va pul tiqilib yotibdi. Asosiysi ularni ola bilish kerak. Balki avvalgi kitobdagi bilimlar sizning dunyoqarashingizga to'g'ri kelmagandir. O'zingizni kitobdan yaxshi narsa olishga tayyorlang. Ongingizda boshqa bilimlarning kelishiga ham biroz joy oching. Agar siz rostdan ham orzularingizga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.